kerak. Hozir ukam pul so'rab chiqib qolishi mumkin. Menimcha, ularga hozir pul juda ham zarur. Tushundingmi? Dadasi, uyda pul qolmagan? Qolmagan? Ha? Nega? Yig'ib qo'yganimiz bor edi-yu. Ko'p ishlab charchab qolyapsizmi deyman. Ammangizga berib yuborgandingiz-ku. Ammam olib ketgan-diya. Dadasi, shu darajada xotirangiz pasayib ketadimi? Odamni qo'rqitmang. Mayli. Charchabman shekilli onasi. Mayli, uyga kiring, nonushta qilamiz. Xo'p, hozir. Aka! Iya? Ke ukam. Tinchlikmi? Xudoyim, ey. Ke Jafar. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Tinchlikmas aka. Ozgina muammo chiqib qoldi. Qanaqa muammo? Dadang sizlarga qaymoq olib keldilar. Voy. Buni bilishi shart emas. Aka menga pul berib turing. Shu puldan yordam qilib tursangiz bo'ldi, muammo hal bo'ladi. Ukajonim, jon deb berib turardim. Lekin hozir pulim yo'q-da. Qo'ysangiz aka. Siz yaxshigina maosh olsangiz, uni ustiga boshqa ishlaringiz ham bor. Sizda pul bo'lmasligi mumkin emas-da aka. Jafar, pulim bor edi. Ishlatib qo'ygandik-da. Bergim kelmayapti deb qo'ya qoling jon aka. O'zichi menga kelganda arg'ida oqayotgan suv ham to'xtab qoladi, ha? Bo'p turib ham bermaysiz, ha? Aka bo'lib, ozgina qo'llab-quvvatlab tursangiz bo'ladi-yu, yelka qo'yib odamga. Jafar, men yolg'on gapirayotganim yo'q. Qo'ying. Pulim bor edi. Ammamga berib yubordik-da. Ishonmasang ammamga qo'ng'iroq qil, so'ra. Ha, ishondim. Hozirgi zamon 7 yot begonalar yaxshi bo'lib qoldi. Bir martagina yordam so'rab chiqqandim yo'ningiz. Boshqa payt biror marta yordam so'ramaganman. O'zingni bos. Bugun so'rab chiqqandim xolos. Qani bolajonlarim, olinglar. Hozir qoshiq olib beraman.